yuqori nafas yo'llarida yallig'lanishda, shamollashda asorat beradi. Ayrim holatda buyrakka, ayrimlarda yurakka, ayrimlarda esa quloqqa. Ya'ni tuzalish jarayonida quloqqa berilgan asoratli kechadigan shamollash jarayonlari ham bor. Tuzalish jarayoni bu endi 3 yilda, 5 yilda bo'lib turadi. Mana shunaqa kuzatib turadi. Ko'proq quloqqa asorat beradigan shamollash jarayonlari kuzatilishi mumkin. Burun yonbosh bo'lish, o'tkir shamollash, o'tkir yallig'lanish yuqori nafas yo'llarida yoki tomoqdagi yallig'lanish tuzalish jarayonida quloqqa asorat berish mumkin. Holatlar kuzatilmoqda hozirgi kunda. Shuning uchun ota-onalarga e'tiborli bo'lishni tavsiya qilardim. O'sha pediatr ko'rsatgan yerdan keyin lor doktorga ham birov quloqni ko'rsatib qo'yishni tavsiya qilgan bo'lardi. Quloqqa tomchilar, o'sha og'riq qoldiruvchi, to'g'rilovchi va bundan tashqari burunga tomchilarni qilish, kechqurun bolalarni quloq og'rib qolganda o'sha og'riq qoldiruvchi tomchilardan foydalanish, ja bo'lmasa o'sha novokayni tomizib qo'yishimiz mumkin. Bir tomchi uyda, hammani uyida bo'ladi. Bo'lmasa Utipax degan tomchilar bor, tarkibli lidokain ushlovchi tomchilar. Va agar bolada tana harorati yuqori bo'lmasa, oyoqqa vannalardan foydalanishimiz mumkin. Bu ham qay bir darajada bolaga quloqqa berayotgan og'riqni kamayishiga sababchilardan bittasi bo'ladi. Oyog'i qizigandan faqat vanna qilganimizdan keyin oyoqni quritib artib yotqizib qo'yishimiz kerak. Demak, bugun e'tiborli jihati bugungi kunda kasallarda ko'proq shamollash o'tkazayotgan kasallarda ko'proq quloqqa berish asoratlari bilan jarayon kechayotganini biz kuzatishimiz mumkin va bu haqida mana shu kunda shu masala menga dolzarb ko'ringani uchun biz tomonidan ogohlantirish uchun, e'tiborli bo'lish uchun, ya'ni bola tuzalyapti, bolam tuzalyapti, yo'tali ketdi, yaxshi yuribdi deb shu narsani e'tibordan qochirmaslik uchun kechqurun mana shu narsa to'satdan berib qoladi-da quloqniki. Uxlayotganda kunduzi o'sha tadbirlarni qilib qo'ydi. Shu yotishdan oldin issiq tana harorati ko'tarib baland bo'lmasa, oyog'iga vannalar, keyin quritib artib qo'yib shu uxlashdan oldin yotqizish, keyin undan tashqari quloqqa spirtli kompresslar, hatto quloq og'rimayotgan bo'lsa ham har ehtimolga qarshi bu ham qay bir darajada quloqni o'z holicha tuzalib ketishini bizga ta'minlab turadi va kerak bo'lsa mutaxassisga uchrash. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.